Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi geometri progressiyaning dastlabki n a'zosining qo'shindisi. O'tganimiz arifin progressiyaning a'zolarining qo'shindisini o'tdik. Endi bugun biz sizlar bilan geometri progressiyaning qanaqadir bir n a'zosining qo'shindisini tepishga dars o'tamiz. Misol aytaylik. 3 6 12 24 shunda bo'lgan progressiyaning aytaylik 8 a'zosining qo'shindisini qanday 8 a'zosining qo'shindisi. Aldi bilan a'zolarning qo'shindisi qanday harf bilan belgilaydi? A'zolarning qo'shindisi SN harfi bilan belgilaydi. SN bu a'zolarning qo'shindisi. Yoki n a'zosining deysiz. N bu a'zolar soni. Eğer S 5 bilse demek 5 a'zosining qo'shindisi degan bildirdi. S 10 da berilse 10 a'zosining qo'shindisi degan bildirdi. Yoki 20 a'zosining qo'shindisini top desa biz S 20 deb boshlaymiz. Endi kerak formula S n teng kesir sizig'i sürdüğü B1 transçiga Q'nun n derecesi minus 1 məxricga Q minus 1 deb yazsaq bo'ldi. Ba'zida bu formulani uni har shekilli qo'shiluvchan o'rnini almashtirib 1 minus Q'nun n derecesi 1 minus Q deb yozib, umum form bo'laverdi. Hech qanday bir chataq yo'q. Demak, berilgan hisobda 8 a'zosini qo'shindisini toplaydi. Uni qanday yozamiz? S8 savol belgi. Nasıl qiyin mushsam yechib ko'raylik-chi. Demak, bu yerda bizda S n formulasi yozilgan bir qatim. B1 Q ning n derecesi minus 1 maxchida Q minus 1. Demak, bizga hisoblash uchun birinchi a'zo kerak, asli kerak. Endi biz birinchi a'zosi qancha ekan? Birinchi a'zosi bizda 3 tang. Ikkinchi a'zosi bizda 6 tang. Mush yerdan biz aslilik tepish uchun qo'shni a'zolarining kelasi a'zosini oldingi a'zosiga nima qilamiz? Bo'lamiz. Q ni tepish uchun B2 ni bo'limizga B1 ga. Yoki bu tang 6 bo'linilgan 3 tang qanchaga? 2 ga. Endi demak ketdik. S8 deymiz, tang kesir sig'ini sizaymiz. B1 birinchi a'zo qancha ekan? Biz 3 tang. Tang ochimiz. Q ning n derecesi aslik. Aslik biz 2. 2 ning qancha derecesi bo'ldi? Qarang, indeks qancha? N bedim n bo'ldi. Indeks qancha? 8. Demak, bu 8 derece. Minus 1. Q minus 1. Q biz 2. 2 elingan 1. Tang. 2 ni 1 deb aytsak 1. Har qanday sonni 1 ga bo'lsak o'zi chiqadi. Demak, kasri sizg'ini yozmayli hisoblasak bo'ldi. 3 ko'paytirilgan 2 ning 8 derecesi bizda 256 elingan 1. 256 ni 1 deb aytsak 255 bo'ldi. 255 ni 3 ko'paytirsak qancha bo'ldi? 765 bo'ldi. Demak, bizda mushundaq geometri progressiyaning, ya'ni birinchi a'zosi 3 bo'lgan, asligi 2 bo'lgan geometri progressiyaning 8 a'zosining qo'shindisi 765 ga teng. Shunda hisobimiz chiqdi mana. Javobi S8 teng 765. Kelasi bizda bundaq hisob. Geometriyalik progressiyaning 3-a'zosi 12 teng, 5-a'zosi 48 teng. A'zolarining qo'shindisi 189 bo'lsa, savol necha a'zosining qo'shindisi 189 endi. Aytar a'zolarini qo'shib 189 chiqdi. Savol bundaq qancha a'zoni qo'shganda yoki qancha tal a'zoni qo'shganda 189 bo'ldi. Mana endi tepish kerak. Uning uchun bizga keraklik asligi bilan birinchi a'zosini tepishimiz kerak. Chunki Sn formulasida B1 bor ham Q bor. Demak, bu yerda B2 ni B3 orqali yozaylik. B5 ni kechirsa B3 orqali yozaylik. B3 ko'paytirilgan Q ning qancha derecesi bo'ldi? 2. Chunki 2 ga 3 ni qo'shsak 5 yoki 5 ni 3 ni olsak 2. O'rnini qo'yamiz. B5 ni o'rnini 48 teng B3 ni o'rnini 12 ko'paytirilgan Q kvadrat. Mana Q kvadrat qancha ekan bo'ldi? 4 teng. Q teng qancha bo'ldi? Plus minus 2 ga. Endi plus minus 2 ga. Endi qaraymiz. Bizda
biz birinchi azani tepishimiz kerak. B3'ni endi B1 orqali yozay. Chunki bu yerda B1 bordirsa, B1 deb olaylik. B3 o'rniga 12 ni qo'yma. B1 o'sib chiqoldi. Ko'payli Q o'rniga plus minus 2 ni qo'yay. Kvadrat va bu yerda kvadratlanadigan ijobiy son chiqadi. Agar tog' daraja bo'lmasa, ayrim hisobladim. 12 teng B1 ko'paytirilgan qancha? 4. B1 qanchadan bo'ldi? 3 dan bo'ldi. Demak, bu geometrik progressiyada birinchi azosi 3 danki, hassiligi bo'z qanchadanki? Plus minus 2 danki. Endi qina undaqsa bu hisobni chiqarib ko'raylik. Sn ning formulasi yozaylik. Sn teng B1 ko'paytirilgan Q ning n darajasi minus 1 bu tirnoq ichida, maxrijda Q minus 1. Birinchi жағдай uchun 2 ni alaylik. 2 ni alsak, Q tang 2 degan alaylik, B1 tang 3 degan alaylik. Sn ning o'rniga 189 qo'yma. Mesela bir kez 189 teng B1 bizde 3 skopçı 2'nin n derece minus 1 mahriji 2 minus 1. Endi 189 teng 2'ni 1'e atsak 1. Endi bu yerda bo'ldi 3 ko'paytirilgan tancha 2'nin n derece minus 1. Her ikki tarafni 3 ga qisqartaydim. Shu chaqda mening bo'ldi 63 teng 2'nin n derecesi minus 1. Peki bunu 2'nin n derecesi minus 1 teng 63 de biz oldu. Endi 2'nin n derecesini yazımız teng 63 plus 1 oldu. 2'nin n derecesi teng 64 oldu. Sual. 2'nin kaç derecesi 64? 2'nin 6 derecesi 64 demek 2'nin n derecesi teng 2'nin 6 derecesi. Asasları qisqaraydı. N teng qancha 6. Demek 6 əzasının qoşuncusu qanchaydan 189'ga teng. Endi biz bunu minus 2 bo'lgan жағдайда hisoblab ko'raylik. 189 teng 3 tranchada minus 2 ning n derecesi minus 1 maxriji minus 2 minus 1. Tak, med biz buldu 189 teng maxriji minus 3 bir 3 2'nin minus 2'nin n derecesi minus 1. Yani 3 ile minus qisqaraydi. Şu 189 teng bir de minus 1 bo'ladi. Buni 1 ilg'an minus 2'nin n derecesi biz olamiz. Qisqarganda buning minus 1 deydi. Salbiy son bo'lsak, tamoyil qarim-qarshi o'zgardi. Shuning bilan endi bu yerda minus 1 minus 2'nin n derecesi teng 189 deb yozamiz. Minus 2'nin n derecesi teng 189 minus 1 deb yozamiz. Endi minus 2'nin n derecesi teng kaç bo'ldi? 188. Endi bu hisobda agar bizda bu jup daraja bo'lgan bo'lsa, biz ijobiy son chiqadi, tog' daraja bo'lgan bo'lsa, salbiy son chiqadi. Hisobning shartida men bundaq narsa unutib qolibman. A'zolari ijobiy bo'lganlikdan biz faqat Q ning 2 bo'lgan joqdaydiki n teng 6 deb 6 a'zosi bor deb hisobni to'xtatamiz. 6 a'zosining qo'shindisi 189. Çünkü mesela şartı şunu unutqab, bir ijobiy a'zolar bo'ladi. Demak, ijobiy a'zolar bo'lgan Q ning ijobiy son bilamiz. Agar Q ning salbiy son bilsak, o'qda bizning a'zolarimiz nima bo'ladi? Ijobiy sonmi, salbiy sonmi bo'lib ketadi. Kelasi biz buni hisob. Geometrik progressiyaning a'zolarining qo'shindisi 93. İkinci ve üçüncü a'zolarning qo'shindisi 18. To'rtinchi ve ikinci a'zolarning ayrımisi 18 bo'lsa, necha a'zosining qo'shindisi 93. Yani bir a'zolasini depish kerak. Ondan sonra biz berilgan tanlama sistemasi ish orqali birinchi a'zo bilan haslikni topamiz. Undan keyin SN'da formula bo'yicha qo'yamiz. Qiyinroqda B2 o'rniga biz buni B2 ni ifodalaylik. Ya'ni B2 ni B1 Q orqali ifodalasak,
Бұчада B1 көпейтілген Q болды бізді B2'miz. Қошылған B3 болды. B1 көпейтілген Q-ның квадраты тең 18. Бұны біз алдыңғы дәріс шығаған. B4 орнына біз B1 көпейтілген Q-ның кубы дейміз. Еліға B2 орнына B1 көпейтілген Q дейміз. Тең 18. Берген талма системімізді B1 Q, енді умum көпейтіш трансферті шықырмыз. B1 Q трансферті шықыр өтсек, бізді 1 қошылған Q қалу. 18. Беді B1 Q'ны шығасық. Бізде Q квадрат минус 1 тең 18 болып қалды. Ән берген талма системіміздің сол тарапыны və оң тарапыны өзара бөліміз. Кесіріз қойы 18, 18. B1 Q, 1 плюс Q сүрт езілді. B1 көпетілген Q квадрат минус 1 мәқір жезілі. 18, 18 қысқырайды, 1-ден тегді. B1 күлі B1 қысқырайды. Әні Q квадрат минус 1-ның бізілі, ечілішін білісілі. Q минус 1, Q плюс 1 дұрыс ма? Q минус 1, Q плюс 1. Ішкі падының квадратына айырымыз. Әнді 1 плюс Q білен Q плюс 1 қысқыра кетсе, бізді 1 минус Q қалды. Демек, şu жағда Q минус 1 кечірісілі. Сүртеді 1 қалды, мәқір жеді Q минус 1 қалды, тәңған жеге 1-ге. Мәшедін Q минус 1 1-ге тәң, Q тәңған же болды, 2 болды. Q бізді 2-ге тәңге әсіліге. Әнді қалған тәңімді Q-ның орнына 2-ні қойма. Мен үшін оңай тәңімі, бұл бірінші тәңімі. Q-ның орнына 2-ні қойсам, şu жағдайым болды. Менде кәтқына болса. Мен үшін оңай тәңімі, бұл тәңімі. Бәді Q-ның орнына 2-ні қойсам, şu жағдай B1 көпетілген 2 Транчылған 2 қошылған 1 тәңғанша 18. 2 1-ні қошсақ 3, 3 2 6, B1-ні 6 көпейтсек 18 шығып демек B1 қаншадан бізде 3-ге тәң. Әнде SN-ның формуласын жазымыз. SN-ның формуласы мұндақ біз дұрыс ма? SN тәң кәсір сығы сүртеді B1 Q-ның әндересі минус 1, мәқіржі Q минус 1. SN орнына 93-ні қоймыз. Тәң, B1-ні орнына 3-ні қоймыз. Q-ні орнына 2-ні қойсақ, 2-ні әндересі болды. Мәқіржі 2 минус 1. 2-ні 1 демесек 1, демек пәқады сүрті қалды. 93 тәң, 3 көпетілген 2-ні әндересі минус 1. Әр 2-ні тәрәпіні 3 қысқырт витейлі. 3 қысқырса бұл қысқырайды, бе қанша дегді? 31-ден тегді. 31 тәң 2-ның әндерісі минус 1. Бұны 2-ның әндерісі минус 1 тәң 31-де біз олғалы болды. 2-ның әндерісі тәң 31 плюс 1. 2-ның әндерісі тәң 32-ге. 2-ның әндерісі тәң 2-ні yazımızda ойлымыз. 2-ның қанждерісі 32. Әлбәтті 5 дәресі 32. Асасыры қысқырайды. N тәң 5. Демек жауаби 5 азасының қошындысы қаншайдан? 93-тен. N тәң 5. İsa'mız çıktı. Hani hürmetli olsa sen İsa'ma sen diqqətinə bunu qısab. Geometri progressiyasının 2 əzasının qoşuncusu 4-dən, 3 əzasının qoşuncusu 13-dən, 4 əzasının qoşuncusu tipinlər əgər əzalar bolsa, icabi əzalar bolsa. Bu icabi əzalarda Rusça kitaplarda с положительными членами biz qoydu. Tesla'da Қазақ тілдегі Tesla'da оң таңбалы мүшелермен де biz qoydu. İcabi əzalar deyənim o. Bəli Q qanaqsan deyəsiniz? İcabi san. Q icabi san. Muşta vaxtda biz icabi əzaları çıxıdı. Əgər biz Q səlbi san bolsa, o vaxtda bizning qanaq bir əzarımız icabi bolsa, onu kelesi xoşun əzası səlbi boldu. Onu xoşun əzası icabi olub başlaq almış boldu. İcabi əzalar deyəsiniz, hər qaçan icabi san boldu deyəsiniz əzaları. Bəli Q qanaqsan bolsa, 0-dan çoğ san bolsa. Qəni ondaqda hesabımız kirişəylik. Yəni S2 deyəsiniz, 2 əzasının qoşuncusu. Bu nəyini bildirdi? B1 qoşulğan B2 tən 4 degan bildirdi. S3 degan söz bu 3 əzasının qoşuncusu. Yəni B1 qoşulğan B2 qoşulğan B3 tənğancıga 13 degan söz. Yəni qeyni oxusa biz aldığımız hesab oxşaş, bunların hamısı B1 Q arqılı ifadələyik. B1 öz bir çıxaldı bizdə. Yəni qoşulan B2-nin B1 köpəytilgan Q deyimiz. Tən 4. Yəni bir də B1 öz bir çıxaldı. Qoşulan B1 köpəytilgan Q, qoşulğan
B1 köpeytilen Q kvadrat ten kaçı 13'ke. Sistemalımız B1 net köpeytilen transferatı çıkarırsak biz ne buldu? Bir qo'shilgan Q teng 4ga, ikkinchi tenglamada B1 chiqarsak, bir qo'shilgan Q kvadrat teng 13ga. Tenglama sistemasini a'zolar har ikkala tarafni bo'limiz. O'zaro bo'lsak, shunda B1 1 plus Q surdi keldi. Bu yoq 4 keldi. Mega B1 1 plus Q qo'shilgan Q kvadrat yazsak, bu qancha keldi? 13 keldi. B1 ile B1 qisqaradi. Biz qilgan B1 plus Q, maxrijida 1 plus Q qo'shilgan Q kvadrat teng 13 tutdi. Bu yerda kres na kres köpeytib etsak, şu yoqda 13 1 plus Q köpeytildi. 4 1 qo'shilgan Q kvadrat köpeytildi. Yani köpeytib açıdan bolsak, 13 qo'shilgan 13 Q teng 4 qo'shilgan 4 Q qo'shilgan 4 Q kvadrat. Yani bu yerda bu sol taraf a'zolarning barliq o'ng taraf o'tkazsam 4 Q kvadrat. 4Q ötketsek bu minus 13Q bo'ldi. Minus 9Q bo'ldi. Yig'ishtirib o'tsak 4 elgan 13 bo'lsa minus 9 teng bo'ldi 0 bo'ldi. Ama biz kvadrat tenglikka turga keldi. Diskriminant yapmiz. 81 elgan 4 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan minus 9 16 16 9 ko'paysa qancha bo'ldi? 144 bo'ldi. 81 qo'shilgan 144 teng bo'ldi 225. Bu yerda Q1 teng 9 elingan 15 bölgen 8 teng 8 sürde qancha bo'ldi? Minus 6 teng minus 4-3 bo'ldi. Q 2ni yig'ish topaylik 3 bo'ldi. Yani bizning hisobimizning shartida ijobiy a'zolar Q qanaqa bo'lishi kerak? Ijobiy son bo'lishi kerak. Qaysi bizning ijobiy son? Albatta bu bizning salbiy son 0 ga kichik. Bu bizning ijobiy son 0 ga cho'ng. Demak Q 3 bo'lgan joqday bo'yicha biz hisobimizni chiqaramiz. Demek bu hesabın şartı faqat Q teng 3 bo'lgan joqda hesabın şartını qanoatlantirdi. Demek biz 4 azasını qo'shib tepishimiz kerak. Biz hasligini tepib oldik, bizga birinchi azasi kerak. Birinchi azasi tepish uchun Q ning ma'nosini eng o'ng'ay tenglamani qo'yman. Eng o'ng'ay tenglama bu birinchi tenglama. B1 transit 1 qo'shilgan Q teng 4. B1 o'sib chiqoldi. Transit 1 qo'shilgan Q ning o'rniga 3 ni qo'yma, teng qancha bo'ldi? 4 bo'ldi. 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 4 4 o'zaro qisqaradi. 0 0 bo'lmaydi bu yerda. B1 teng qancha bo'ldi? 1 bo'ldi. O'ng taraf 1 1 tegdi. Demak, birinchi azasi qancha ekan? Bizga 1 ga teng. Keyin undaqda 4 azas qo'shnisini topaylik. Sn formulasini yozib olaylik. B1 Q ning n darajasi ilg'am 1, maxrijida Q ilg'am 1. S4 teng. Bizda B1 1 ga teng. 1 ni yozmay qo'ysak bo'ldi. 2 ning n darajasi indeks qancha bizda? N bo'lsa n bo'ldi. Indeks 4 bo'lsa 4 bo'ldi ilg'am 1. 2 ilg'am 1. 2 4 darajasi 16. 16 ilg'am 1. Maxrijida 1 chiqdi. 16 1 yozsak 15. 15 1 bo'lsak 15. Shu bilan hisobimiz. Kechirsizlar, buni oxiri sal-pal ko'rinmay qolibdi. Yana bir ham tushuntiraylik. Bizda Q teng 3 bo'ldi. Bu Q teng 3 bizning hisobimiz shartini qanoatlantiradi. Chunki biz ijobiy a'zolar degan so'z asli ijobiy son bo'lishi kerak. Biz asliga salbiy son chiqdi, asliga ijobiy son chiqdi. Demak, bu bizning hisobimiz shartini qanoatlantirganlikdan biz 3 bo'yicha, asliga 3 bo'yicha hisoblaymiz. Biz asliga birinchi a'zoni qanoatlayman. Bu 3 degan ma'noni men apirib bu tenglamni qo'ymasa, chunki biz o'ng'ay tenglama shu. Demak, mana B1 ni yozdim, 1 ni yozdim, Q ning o'rniga 3 ni qo'ydim, teng 4. 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 4 4 qisqaradi, B1 teng 1 bo'ldi. Endi demak 4 a'zosini qo'shib tepish kerak. Men Sn formulasini yozman. Sn ning formulasini yozdik. Demak S4 teng B1 ning 1 ni qo'ysam bo'ldi, yozmasam bo'ldi. Q ning n darajasi, Q bizga qancha ekan? 3. Oy, kechirsam bo'lmaydi. 3 ning 4 darajasi 51. Maxrijida 3 51 bo'ldi. 3 ning 4 darajasi 81. Sizlarga ham bir qatim tushuntirma deb mana xatorim tepib oldim. 3 ning 1 ni olsam 2. Mana anda sonda xato ketdi. Xo'p, mana 81 ni 1 ni olsak 80, 80 ni 2 bo'lsak 40. Shu hisobimiz javobi 40 chiqdi ekan. Kechirsizlar do'stlar. Bende bo'lganlikdan xatolashimiz kerak. Mana shu javobi 4 a'zosining qo'shindisi qancha ekan? 40 ga teng. Hürmetli dostlar, sen dıqtın endi buni hisob
Bir qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 ning kvadrati qo'shilgan 2 ning kubi va shunga o'xshash oxirgi son qo'shilgan 2 ning 8 derisi barliq qo'shilishni tepish kerak. Endi biz qarab o'tasiz bu geometrik progressiya. Chunki 2 ko'paytirib meng'otdi. Endi qancha a'zo bor deb, ya'ni buni 8 ni ko'rib 8 a'zo bor demaymiz. Chunki 2 qo'shilgan 2 ning kvadrati va 2 ning 8 derisi bo'lgan bu yerda 8 a'zo, 1 ni qo'shganda nima qanchasi bo'ldi? 9 a'zo. Bu nima tushungili bo'ldi? Geometrik progressiyaning birinchi a'zosi 1 ga teng, hassili qanchaga teng? 2 ga teng. Nima tepish kerak? 9 a'zosining qo'shimchasini tepishimiz kerak. 9 a'zosining qo'shimchasini formulasi yozaylik. S9 teng B1 bo'ldi. Q ning 9 derecesi minus 1 bo'ldi. Maxrijida Q elingan 1. Teng B1 ning o'rniga biz 1 ni yozsak bo'ldi, yozmasak bo'ldi. Demak, tırnak ichiga sразу Q ning o'rniga 2 ni qo'yamiz. Tırnak ichiga yozamiz. 2 ning 9 derecesi elingan 1. Maxrijiga 2 elingan 1. 2 ni 1 yozsak 1. Demak, kasrsizlik kerak emas. 2 ning 9 derecesi qancha bo'ldi? 512 elingan 1 bo'ldi. 512 ni 1 yozsak 511. Shunda hisobimiz mana chiqdi. Hurmatli do'stlar, sen diqqatinglarni mana ikki narsani ajratib olaylik. Qarang, o'skuchi geometrik progressiya deydi. Ruscha возрастающий deydi. Ijobiy a'zolik geometrik progressiya. S положительным членом deydi. Ana ikkisining farqi bor. Farq qayda degan vaqtda o'skuchi geometrik progressiya degan vaqtda bizda hassiligimiz birdan cho'ng bo'lsa, buni o'skuchi geometrik progressiya deydi. Ya'ni ijobiy a'zolik degan so'z bu yerda hassiligimiz 0 dan cho'ng bo'lsa, bu ijobiy a'zolik bo'ldi. Mana farqi mushunday ishkada. Endi buni keyinroq yana sizlar to'liq o'tib ketsizlar, agar Q bizda 0 dan 1 ning oralig'ida bo'lsa, bu bizda cheksiz kemuvchi geometrik progressiya bo'ldi. Endi Q 1 dan cho'ng bo'lsa, bu o'skuchi geometrik progressiya. Bu bizda cheksiz kemuvchi, bu bizda o'skuchi. Ya'ni ijobiy a'zolik degan so'z Q qanday bo'lsa, 0 dan cho'ng bo'lsa. Qiyin unoqda buni hisob chiqarib ko'raylik. O'skuchi geometrik progressiyaning deydi. O'skuchi geometrik progressiyaning sharti bunaqki. O'skuchi geometriyalik progressiyaning dastlabki 3 a'zosining qo'shimchasi 13 teng. Demak, nima deymiz? B1 qo'shilgan B2 qo'shilgan B3 teng 13. Va ularni ko'paytirish 27 deydi. B1 ko'paytirilgan B2 ko'paytirilgan B3 teng 27. Mushu geometrik progressiyaning deydi 5 a'zosining qo'shimchasi top deydi. S5 sol belgi. Qiynoqni tamamimiz yechib qo'ydik. Barlig'ini B1 Q orqali ifodalaylik. B1 ishlab qo'yaylik. B1 qo'shilgan B1 ko'paytirilgan Q qo'shilgan B1 ko'paytirilgan Q kvadrat teng 13. Ikkinchi tamomida shu. B1 o'sib chiqadi. B1 ko'paytirilgan Q tranchida ko'paytirilgan B1 ko'paytirilgan Q kvadrat teng 27 ga. Endi qaraymiz. B1 transferda chiqaraylik. 1 qo'shilgan Q qo'shilgan Q kvadrat teng 13 ga. Endi B o'xshash a'zolarni yig'ishtirgan bo'lsa, o'xshash ko'paytirgichlarni B1 B1 ning kubi Q ning kubi shunga o'xshashlar teng 27 ni biz 3 ning kubi deb yozsak bo'ldi. Endi qaranglar. Biz birinchi tamom o'sbech ko'chirib qo'yaylik. Ikkinchi tamomda umumiy ko'paytirgich ko'rsatkichida umumiy ko'paytirgichni transfer chiqarayotgan bo'ldi. Shunaqa 3 paket 3 ni transfer chiqaramiz. Endi tenglikni har ikki tarafini ko'rsatkichlari birdek bo'lsa, demak ular asoslarini birdek deb tushuntirgan bo'ldi. Lekin 3 ni qisqartirib etsak desak bo'ldi. Birinchi tamom yana o'sib chiqoldi. Yani qaramaydi B1 Q ko'paytdan qanchaga 3 tanga. Bu yerda har ikki tamomning sol tarafiga o'ng tarafiga bo'litimiz buni. Bo'lingan. B1 Q'ni maxrij yozaylik. 3 ni bu yoqqa yozaylik. Endi B1 ile B1 qisqaradi. Qilgan tamom qilgan ifodalarimizni bu yerda tanlama turidagi berilgan kresna kres ko'paytirsak
3 1 plus q qo'shilgan q kvadrat ko'paytirildi. 13 q ga ko'paytirildi. Ya'ni ko'paytib ochaylik. 3 qo'shilgan 3q qo'shilgan 3q kvadrat teng 13q ga. Endi 3q kvadrat endi o'xshagan joqtirimiz minus 10q bo'ldi. Qo'shilgan 3 teng 0 ga. Diskriminant tapadan bo'lsak bizda 64 chiqdi. q1 teng 10 ilg'an 8 bo'lgan 6 teng 3 dan 1 bo'ldi. q2 teng bo'ldi qanchaga? 3 ga. Endi biz ikki turlik жағдай ikkisi ijobiy son, biroq o'skuchi geometrik progressiyada aslilik birdan cho'ng bo'ldi. Demak, bizning shartimizni faqat bu aslilik qanoatlantirdi. Bu bizni qanoatlantirmaydi. Q bo'yicha B1 topamiz. Bizda o'ng'ay tengmi qaysi? Mana bu tengmi? B1 ko'paytirilgan Q teng 3 ga. Demak, B1 ko'paytirilgan Q teng 3 bo'lsa, B1 ko'paytirilgan Q ni 3 qo'yamiz, teng qancha? 3 ga. Shunda B1 qanchadan bo'ldi? 1 ga. Demak, 5 asos qo'shdi bir S5 teng. B1 yazmamiz 1 yazma qo'ysak bo'ldi. 3 ning 5 derecesi ilg'an 1, 3 ilg'an 1. Teng 3 ning 5 derecesi qancha bo'ldi bizda? 243 bo'ldi. Ilg'an 1. 3 ning 1 olsak 2. 242 bo'ldi. 242 bo'lsak 121. Demak, S5 teng 121. Shuni hurmatli do'stlar, bugungi bizning darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat. Derslar bo'yicha qanaqa bir zamechaniyalar bo'lsa, yoki bir kamchiliklar bo'lsa, kommentariyga qo'ysangiz bo'ldi. Albatta sizlarning iltimoslarni e'tibor qilib, darsni texnik yaxshi qilishga tirishman. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.